Assalamualaikum dostlar, yaxşımısınızlar? Mən Sümeyyə. Bugün sizlərə Tayçağının Dəryadan ötüşü degan tikisini oxub birmən. Tayçağının Dəryadan ötüşü. Yolda bir baytal özünün tiyi bilən billə oturdukan. Tayçaq gün boyu anasıdan bir qadam mı neri olmaydı. Onun yanında yürüdüken bir kini annesi Tayçaqqa. Sen çok bulup kaldın. Benim bazı işlerim var. Yerden işip bir alemsen dedi. Tayçaq oynaklap durup. Nemiska yardımlaşmayı, ben sizden işlerinizle yerden işini pek muhalayım dedi. Barikala. Ondaq bolsa, mavi yerim tağar buğdayını tügmenge aparğan, depdi annesi xoşal bulup. Tayçaq ağarını yudub tügmenge qarab uçqandek çıpıpdı. Yugurub ketib bir kiçik daryağa yoluqubdu. Daryanın suyu şarqıra eqivatqan iken. Tayçaq qiyin ahvolda qapti da ko'nglida o'tarlarmanmi? Agar anam yanimda bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? U chaqda uningdan qanday qilishini so'ravatdim. Biroq o'ybek yiroqda qoldi, deb o'ylabdi. U to'rt atrofga qarab bir kadının darya boyda otlayotganligini ko'ribdi. Tayçaq qilini yeniga taqroq chipib berib onundan talataga aytgancha men bu daryodan o'talarmanmi deb so'rabdi. Shu asnoda su nihoyatda tez. Tizg'imi kelmaydi, o'tarlaysan, deb javob beribdi kala. Tayçaq kalaning so'zini anglabla darhol daryo bo'yiga kelib o'tishga davomlashtiribdi. To'satdan bir tiyin unga sakrab kelib, Tayçaq, o'tmikin, subek chanqur, o'lsan, deb tovlabdi. Subek chanqurmi? deb so'rabdi Tayçaq hayron bo'lib. Shundoq, tuniki mening bir hamrohim shu daryoga cho'kib o'ldi-ku, debdi tiyin astoydillik bilan. Tayçaq darhol to'xtabdi da nima qilishni bilmay turib qoldi. Voy, uyga qaytib anamdan so'rab boqaychi, debdi da quyruqni shipanglatib uyga qaytibdi. Qaytib kelsan-ku, deb so'rabdi onasi. Daryoning suvi nihoyatda chonqur ekan, debdi Tayçaq anlaysizlik bilan. O'tolmadim. O daryoning suvi nihoyatda tez edi-ku, debdi onasi. Hala tag'am shundoq degan edi. Ammo keyin daryodan subek chonqur, mening hamrohim cho'kib o'ldi, debdi. Undoq bo'lsa, zodi chonqurmikin yoki tezmikin? Sen ularning so'zini obdan anglab boqdingmi? Yo'q, o'ylab boqmabdi ekanman. Debdi Tayçaq beshini tovan silkib. Hey, balam, boshqalarning so'zini anglagandan keyin uni sinab ko'rmasang, tafsili o'ylab boqmasang bo'lmaydi. Berib sinab
baksanla bilsen, depti annesi mehribanlık bilen. Tayçak anısığa sözünü anlığandan keyin burulup yana darya tarpıya çöküp gitipti. Tayçak daryanın boyuğa kelip, daryaga qarab, aldınqı sol bütünü götürüşüge hilik ettiyin yana. Sen cinandan toydun mu nima? Dep vaqirab ketipti. Bakmasan bolmamdı, depti Tayçak. Tayçak unuğa cevap beripti. Asta daryaga düşüp avaylap ötüşke başlaptı. Bu vakitte o işinin tektiğini birdenla çişini bilipti. Asla darya suyu kala itqandek tiyiz mu emas? Tiyin itqandek çonqur mu emas iken? Hoş.